pul baxt olib keladimi? Olib keladi. Mashhur bo'lmagan gap, lekin bu ko'pchilik olib kelmaydi deyshadi. Endi uni to'g'ri instrument qilib ishlatsa, o'sha pulni nima uchun sababini qilsa, qanaqa maqsadini to'g'ri qo'yilsa, nima uchun pul ishlatilsa, o'shanda baxt olib keladi. Odam o'ziga zarar qiladigan narsaga ishlatsa, o'zi baxtsiz bo'ladi. Agar shu men aytgandek, onamlarni rozi qilaman, qarindoshlarimga manfaatim tegadi, yurtimga manfaatim tegadi, odamlarga nisbatan qo'li ochiq, saxiy boy bo'laman desa, maza qilib baxtli bo'ladi. Chunki boy odamlarning ham baxtsizi bor, chunki qalbi nima? Zihni. Shuni aytmoqchiman. Torga tor dunyo, kengga keng dunyo. Men Allohdan ham so'rayman, oyim ham yoshligimda duo qilardi. O'g'lim boy bo'lsin, saxiy boy bo'lsin. Men tushunmas edim. Allohim qo'liga bergan, qalbiga bermagan deb duo qilardi-da. Yoshli bo'lganman, tushunmaganman. Hozirgi kunda bilyapman, to'shda o'sha pul qalbimga kirib qolmaganligidan xursandman. O'shaning uchun agar saxiy boy bo'lsangiz, siz baxtli bo'lasiz.